1941 yıl Sovet-German urushining portlashi Yaponiyaning Amerikaning Pearl Harbor bazasiga hujum qilib, Amerikaning Yapon qarshi urush e'lon qilishi bilan Ikkinchi dunyo urushi yangi bir jiddiy bosqichga kirdi va uzun o'tmay Amerika, Sovet ittifoqi va Angliyaning fashizmga qarshi ittifoqdoshligi shakllandi. Ana shu Ikkinchi dunyo urushining shiddatli davriga kirganda Uyg'ur diyori o'zining orqa saflik muhim rolni o'ynagan bo'lib, Amerika hukumatı Uyg'ur diyoriga ahamiyat berishga boshlagan. Tarixiy manbalarga qaraganda 1942 yilga kelganda Uyg'ur diyori Amerikaning Iran orqali qurol yarog o'q-dorilarni Yaponiyaga qarshi urush qilayotgan Gomindan qo'shinlariga yetkazadigan muhim o'tkinchi bazaga aylangan bo'lib, Uyg'ur diyorining fashizmga qarshi ittifoqdosh davlatlarning o'zaro aloqa qilishida o'tishma yo'lliq o'rin ochdi. Bu munosabat bilan Amerika hukumatı Uyg'ur diyorida, ya'ni Urumchida o'z konsulxonasini ochishni o'ylashgan bo'lib, Xitoy tarafmi buningga qo'shilib 1943 yıl 4. ayının 9. günü Urumchida Amerika konsulxonasi rasmiy qurildi. Ammo bu vaqtda ko'p yillar Sovet ittifoqining himoyasi ostida mavjud bo'lgan Shinsesayning Sovet ittifoqining Gitler fashizmiga qarshi urushda qiyin ahvolga tushib qolgan vaqtidan foydalanib, Xitoy Gomindan markaziy hukumati bilan aloqa o'rnatib, 1943 yildan e'tiboran Sovet ittifoqining bu o'lkadagi ta'sir kuchini tozalab, Uyg'ur diyorida Gomindan hokimiyatining o'rnatilishiga yo'l ochdi. Demak, Amerikaning Urumchida konsulxona qurishi Shinsesayning Uyg'ur diyorida Sovet ittifoqiga qarshi pozitsiyada bo'lishi va tashviqotlarni kuchaytirishiga to'g'ri keldi. Tarixchilarning faraz qilishicha, John Keyshining Amerikaning Urumchida konsulxona qurishiga yo'l qo'yib, Amerika ta'sir kuchini bu rayonga tortish orqali Sovet ittifoqining bu joydagi monopoli va ustun ta'sir kuchiga taqobil turishni maqsad qilgan. Ammo Amerika fashizmga qarshi urushdagi ittifoqdoshlikni kuchaytirish maqsadida bu rayonda o'z faoliyatini boshlagan bo'lib, ammo bu vaqtda Xitoy Sovet raqobati kuchayishga qarab yuzlangan. Buningda Shinsesay muhim rol o'ynagan. Uning ustiga 1943 yilning oxirlari va 1944 yilning beshidan boshlab Oltayda Osman Batir qatorliq qozoqlarning qurolli qo'zg'oloni bora-bora jonlanishga qarab yuzlandi. Hatto Tashqi Mong'oliya qozoq qo'zg'olonchilarining orqa bazasiga aylandi. 1944 yilning yoz oylarida bo'lsa, Nil qit'alarida qo'zg'olon portlab, bu harakatlar Sovet ittifoqining hesdashligiga erishdi. Buning bilan o'lkadagi bu vaziyat fashizmga qarshi urushda birlik saf hosil qilib, Germaniya va Yaponiya fashistlariga qarshi Yevropa va Osiyo urush maydonida kurash qilayotgan Sovet ittifoqi, Amerika Qo'shma Shtatlari va Angliyaning ittifoqdosh munosabatlariga mo ta'sir ko'rsatishga boshlagan edi. Mana shunday ahvolda yerlik xalqlar tarafidan jallod deb nom olgan, shuningdek Sovet ittifoqi bilan Xitoy orasidagi ziddiyatlarni ulg'aytirish rolini o'ynab kelayotgan Shinsesayning siyosiy taqdiri mo xalqaro cho'ng davlatlarning diqqatidan o'rin olgan. Sovet ittifoqi arxiv hujjatlaridan oshkorlanishicha va rus tarixchilarining o'tirib qo'yishicha, Sovet ittifoqi Kompartiya siyosiy byurosi 1943 yil may oyidagi yig'inda maxfiy turda Uyg'ur elidagi xalqlarning ozodlik harakatlarini qo'llab, Shinsesayni ag'dirib, uni qo'g'lab o'tishni maxfiy qaror qilgan. Mana bu murakkab vaziyatda Amerika tarafı Shinsesay masalasiga ko'ngil bo'lishga boshlagan bo'lib, bu masalalarni tadqiq qilgan Rossiya tarixchisi Kirill Barmin o'zining cho'ng davlatlarning 1918-1949 yillardagi Xinjiang siyosati mavzuliq dissertatsiyasini o'tirib qo'yishicha, ayni vaqtda Amerika hukumatı Sovet ittifoqi bilan Xitoyning Uyg'ur rayonida o'zaro ziddiyatlashib, bu rayonning ikki davlatning ziddiyat nuqtasiga aylanib qolishini, bu ziddiyatlarning fashizmga qarshi ittifoqdoshlikka to'sqinlik qilishini xohlamagan edi. Ayni vaqtdagi Amerikaning Chongqingda turishliq elchisi Gauss, Amerika davlat ishlari ministrligi yo'llagan dokladida Amerikaning Sovet Xinjiang munosabatlariga oshkora aralashib qolishdan ehtiyot qilishini taklif qilgan. Shuningdek, Shinsesayning davomli hokimiyati turaversa, bu rayonda chegara to'qinishlari va ziddiyatlarning davomlashadiganligini ilgari surgan. Amerika diplomatlarining 1940 yillardagi Uyg'ur eldagi faoliyatlari ustida tadqiqot olib borgan Qozog'istondagi Turan universitetining professor Abdulat Kamolovning qarashicha, Amerika hukumati Sovet-Xitoy munosabatlarining yomonlashib ketishini xohlamagan bo'lib, Gaussning nazarida Shinsesay Sovet-Xitoy munosabatlarining nacharlashib ketishiga ta'sir ko'rsatgan shaxs edi. Amerikaning Xitoy bo'lgan pozitsiyasi haqida Amerikalik diplomatlari o'zaro yozgan xatlarda, dokladlarda yozib o'tgan. Mesela Amerika'nın Xitoydagi elchisi Goss 1944 yılı yazgan bir dokladida Amerika'nın Xitoyga bo'lgan munosabatlardagi 4 prinsip to'g'riliq yozib o'tdi.
Şu prinsiplarning ikkisi Şinsaga taalluq deb o'ylayman. Bu prinsiplarning birisi Sovet Xitoy munosabatlariga aralashmaslik. Ikkinchi prinsip Komindanga bo'lgan cho'ng ta'sirdan foydalanib, taraqqiyparvar islohotlarni amalga oshirish asosida Jungoning birligini qo'llash degan prinsip. Shinsayning siyosati Amerikaning bu prinsiplarga qarama-qarshi keladi. Shinsay o'z lavozimida qolsa, bu Sovet Xitoy munosabatlarini yaxshilash yo'lidagi to'sqinlik bo'ldi degan xulosami chiqdi. Rus tarixchisi Kirill Barminning bayon qilishicha, Amerika taraf dunyo urushi davomlashayotgan ahvolda Xitoy bilan Sovet ittifoqining urushib qilishining Amerika bilan Sovet ittifoqining ittifoqdoshlik munosabatlariga ta'sir yetkazganligi, Xitoy bilan Sovet ittifoqining yarashishida fashizmga, bo'libmi Yaponiyaga qarshi urushda hamkorlik hosil qilishda Xinjiang masalasining to'salg'ulik qiladiganligini yaxshi tushungan. Uning ustiga Shinsay 1937-44 yillar orasida yerlik Uyg'ur, Qozoq va boshqa millatlarga qarata keng ko'lamli tutqun qilish, jazolash ilib berib, 80 ming atrofida odamni turmuga solab o'ldirgan edi. Amerika konsullari Horace Smith va Robert Wardning vaqtlarida 3 viloyat qo'zg'oloni boshlangan bo'lib, ular bu to'g'riliq barliq ma'lumotni Xitoy manbalaridan olgan edi. Xitoy doiralari qo'zg'olonni Sovet tarafidan yasalgan deb hisoblatdi. Lekin Amerika konsullari bo'lsa, bunday ko'z qarashni qo'llamagan. Ular qo'zg'olon Shinsayning xalqqa qarshi tutgan siyosati sababidan yuz berdi deb hisoblatdi. Ular Shinsay yerlik aholini shunchalik ezib, ta'qiblash siyosatini yurgizganki, xalq bundan ortiq chidab turamasdan ezguchilarga qarshi ko'tarildi deb xulosa chiqardi. Sovet ittifoqi bo'lsa, yerlik xalqning Xitoyga qarshi ko'tarilishidan foydalanib, shu qo'zg'olonchilarga yordam berishga boshladi deb o'yladi. Rus tarixchisi Kirill Barminning yozishicha, mana shunday bir qator ahvol ostida Amerika taraf Chiang Kai-shekning Shinsayni yo'tkab ketib, Shinsay hokimiyatining oxirlashishida halqaliq rol o'ynagan bo'lishi mumkin. Amerika elchisi Gauss Washingtonga yo'llagan bir dokladida Shinsayning davomli Xinjiangda qiliversa, Sovet Rossiyasi bilan bo'lgan munosabat butunlay buzilib ketadi. Shinsay Xitoyning birligidagi yoshirin bir xatar deb qaragan. Doktor Ablat Kamalovning aytishicha, garchi Amerikaning Shinsayni o'rnidan qoldirishga munosabatlik qanday amaliy harakatlarni qilganligi haqida aniq materiallar bo'lmasa-mu, ammo Amerika hukumatining Shinsayning Chiang Kai-shek tarafidan yo'tkab ketilishi va Shinsayning zulmatlik davrining oxirlashishiga ta'sir ko'rsatganligini jazmlashtirishga bo'ladi. Chunki ayni vaqtda Xitoy Amerikaning bunda qat'iy taklif bo'lsa, cho'qim anglaydi. Shinsayni o'rnidan ilish masalasida Amerikaning ta'siri cho'qim bo'lgan, ammo bizda bu to'g'riliq aniq ma'lumot yo'q. Bu masalada Amerikaning ta'siri uning davlat manfaatiga bog'liq bo'lgan deb desak bo'ldi. Ma'lumki, Amerika prezidenti va Amerika diplomatlari doim o'zlarining manfaatlarini Chiang Kai-shekga ma'lum qilib turgan va Shinsayning siyosati sababidan o'lkadagi Sovet Xitoy munosabatlarining keskinlashishini Amerika intayin salbiy qabul qilgan. Bu to'g'riliq 1943 yili Urumchiga kelgan birinchi amerikalik konsul Edmund Clapmo o'zining dokumentlarida yozib o'tgan. Rus tarixchisi Kirill Barmin o'zining cho'ng davlatlarning 1918-44 yillardagi Xinjiang siyosati mavzuliq dissertatsiyasida Amerika hukumatining Chiang Kai-shekning Shinsayni yo'tkab ketishidagi asosliq omil ekanligini ko'rsatdi.